3 sotixlik, xonalari keng, remontlari yaxshi bo'lgan xonadon qidirgan aka-uka opa-singillarimiz diqqatiga, katta ko'chagacha ham ko'ryapsiz, 10-15 metr atrofida ko'chalar asfalt bo'lgan, hamma kommunikatsiyaga ega bo'lgan joyda xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Fasadiga e'tibor berasizlar. Ikkita bir xil fasadga ega mana shu to'g'ridagi xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Ko'chani fayziga e'tibor berasiz. Yo tarafi ham asfaltlar bo'lgan, yaxshi o'zbekona mahalla bo'lyapti. Kommunikatsiyasiga keladigan bo'lsak, gaz, svet, suvdan muammo yo'q joylar. Nazarbek Mevazor mahallasida joylashgan bo'ladi. Kirishimiz bilan yo'ligimizga bemalol ikkita mashina sig'adi. Hovlimizni fayziga e'tibor berasiz. Mevali daraxtlar ekib, chiroyli e'tibor berib qo'yilgan, to'ppa-to'rtburchak shaklida hech qanaqa qiyshuv qo'ng'ir joylari yo'q. 10 metr fasad, ichkariga 30 metr bo'ladi. Bu tarafdan imoratning ko'rinishini qarang. Yerto'la qismiga ham ega hovlidan tushiladi. Keng razmerda yerto'lasi bor. Xona sifatida remont qilib foydalanish imkoniyati bor. Isitish tizimlarini hammasini shu yerga o'rnatishgan bo'lyapti. Asosiy binoga yo'ligimizdan kirib kelinadi. Kirishimiz bilan ko'rvos ho'l joylashgan bo'lyapti. O'ng tarafimizda keng razmerda oshxonani ko'rishingiz mumkin. To'g'rimizda xonani ko'radigan bo'lsak, zal, remontlariga ham chiroyli e'tibor berilgan. Общий sanuzul joylashgan bo'lyapti. Birinchi qavatimizda, chat tarafimizda hozirgi kunda yotoqxona sifatida foydalanishyapti. Navbatdagi xonamiz ham yotoqxona bo'lyapti. Ikkinchi qavatga, ya'ni balxonaga chiqadigan bo'lsak, keng razmerda zal joylashgan bo'ladi. Uning yonidagi xona ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. Barcha mebel texnikalari bilan qo'yapti. Narxiga 100 ming dollar so'rashyapti. Albatta, yana tepasiga kelsangiz, kelishtirib savdosini qilish imkoniyati bor. Qiziqqanlar bo'lsa raqam qoldiraman, bemalol kelib ko'rib, xat hujjatini tekshirib, savdosi barakasini qilsangiz bo'ladi. Bu videoni Nazarbek Mevazorda remontlari yaxshi, onalari keng xonadon qidirganlar bo'lsa, shularga jo'natib qo'yasizlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.